Assalomu alaykum hamkasblar. Hozir biz bir kunlik qurtchani, ya'ni unakka 20 soatlik qurtchani payvandromga ko'chirib o'tkazishni ko'rsatamiz. Buning uchun bizga o'sha nasldor oilani ichidan mana biz qoramtirroq urug'li romni oldik. Mana bunun ichida yo'q. Mana qoramtirroq romni oldik. Bunda bir kunlik urug'lar yetarli. Buni romni mana bu qismini pastga qaratib qo'yamiz. Bunday qilib olish osonroq bo'lishi uchun. Keyin bizga shpatellar kerak bo'ladi. Mana Xitoy shpatellari. Bu shpatelda biz sizlarga ko'rsataman. Bir issiq suvga bunday botirib olsalaring, nimasi mana bu qismi yumshoqroq bo'ladi. Katakka tushirishda mana yaqinroq olib keling, men sizga ko'rsatay. Shundaycha tushirib kelaverasiz. Qirg'og'idan tushirib kelganingizda mana oldi tomoni buriladi. O'zi tagidan kirib shundaycha ko'tarasiz. Ko'tarib payvandromdagi kosachani tubiga bunday olib borib qo'yganingizda mana bu qismi bunday qilsangiz tushadi. Shunday qilib biz o'sha qurtchalarni o'sha payvandromga nima qilamiz? Payvand qilamiz. Mana bizni yoshimiz kattaroq bo'lib qolgan uchun payvandrom nimani qilish uchun nima bu shogirdlarga beramiz, ular ishni davom ettiradi. Biz asosan ho'l payvand qilamiz. Shuning uchun mana bu polirovka qilingan mana kosachalarimizga mana bu pipilnisada mana ko'ringlar. O'sha tayyorlangan mana bu matishli molokomizga, onalik sutiga biz 25% miqdorda nima qo'shib oldik. Suv sal suyuqroq bo'lsin deb. Endi shuni torttiramiz. Mana torttirgandan keyin payvandromdagi nimalarni ustiga shunday qilib bir tarixday shunday qilib qo'ysangiz, mana qaranglar, ichini tarixday tushadi. Shunga qurtchani olib kelib o'rnashtiramiz. Mana hozir men uyni harorati payvandromga lichinkani joylashtirib turgan unda uyni harorati 25-30 gradus bo'lishi kerak. Namligi yuqori bo'lishi kerak. 65. Namligini yuqori qilish uchun biz sachiqlarda suvga pishib stolga bunday yoyib qo'yganmiz. Namlik yuqori. Endi shu lichinkalarni olib payvandromga joylayveramiz. Pauza. Assalomu alaykum.
yaqin ko'rsating. Ko'rsating, onun üçünü ko'rsating. Üçünü. Xarob Ana, bo'lib ketdi, xarob bo'lib ketdi. Bo'ldi. Mana do'stlar ko'rdilaring, shpatel bilan qanday o'tkazishdi. Shunday qilib biz bu videomizni tugatamiz. Shunday qilib payvandromga o'sha qurtchalarni olib o'tkazishdi. Sizlarga rejalashtirgan edik, ko'rsatishdi. Mana ko'rsatdik. Sizlar ham umid qilamiz yaxshi onari chiqaradigan asalarichilar bo'lasizlar. Asalarichilikda onarini har bir asalarichi o'zi chiqarish kerak. Yaxshi sifatli onari chiqariladigan so'z bu asalarichi yil davomida qiladigan ishini 50% bajardi degan so'z bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.